Assalomu alaykum. Mening ismim E'zozbek. Bu loyihaning nomi Tejam. Novvoyxonalar va kafelar har kuni mahsulotlarning 10-15% axlatga tashlaydi. Bular pishirilgan, puli to'langan, lekin isrofga ketadi va odamlar narxlar ko'tarilayotganidan norozi. O'zbekistonda har bir inson yiliga 86 kilogramm oziq-ovqat isrof qiladi. Hozir bizneslar qoldiqlarini ijtimoiy tarmoq e'lonlari yoki kun oxiridagi chegirmalar bilan sotadi. Maxsus platforma yo'q. Tejam shu platformadir. Sotilmagan mahsulotlar syurprizli to'plam sifatida 70% gacha chegirma bilan sotiladi. MVP tayyor va ishlayapti. Web platforma, AI yordamchi, QR orqali olib ketish, to'lovlar. Ilova yuklab olish shart emas. Brauzerda ochiladi. O'zbekiston umumiy ovqatlanish bozori yiliga 16 milliard dollar. 20 mingdan ortiq biznes. Bizning boshlang'ich bozorimiz 160 million dollarlik isrof bo'layotgan mahsulot. Daromad modeli oddiy. Har bir buyurtma 10% komissiya yoki Tejam Pro 500 ming oylik to'lov. Avval bitta tumandan 20 ta hamkor do'kon, ularning mijozlari bizning birinchi foydalanuvchilarimiz bo'ladi. Keyin tumanma-tuman kengayamiz. Bizning asosiy raqobatchilarimizdan biri Sirli. Bundan farqimiz brauzerdan ishlaymiz, oziq-ovqat do'konlarini ham qamraymiz, hamkorlarga analitika beramiz va Too Good To Go bu platforma O'zbekistonda mavjud emas. Bularning hammasini ikki asoschi o'zimiz investitsiyasiz qurdik. Keyingi qadam 60 kunlik pilot. MVP tayyor, kuzda akseleratsiya, yil oxirida Toshkentda ommaviy launch. Men platformani yaratganman. Jasur biznes va hamkorliklar uchun mas'ul. O'z kombinatordan mentorlik 20 ta hamkor topishimiz va presid izlayapmiz. Keling, isrofni birga to'xtatamiz. Rahmat.